Sen nima qilib qo'ygan bilasanmi? Men qilgan ishimni tan olaman. Uydagilar zo'rg'a kontrakt. Meni ham pulim yo'q. Berishimiz kerak, bermasak telefonimiz sotib olib o'rtasida arzonli bo'lsa bo'ldi. Hech qanaqa pul yig'maymiz. Kimdir to'xtatish kerak bu narsani? Xo'sh. O'sha biz bo'lamiz. Biz? Ya'ni men. Kirib qolib chiqamiz. Yaxshi aytding. Biz shuning uchun turibmiz-da. Tezda chora ko'ramiz. Qaysi ustoz? Volla qurganim bo'lsa chopib yuboraman. Yaxshi. Aka, men 3 olsam ham, menga bahoni qiziqmi? nima bo'ldi? O'tmasmi? Siqilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Ustoz? Ha, bo'ldi. O'zim telefon qilib olamiz. Nimaga meni bahoyim yo'q? Sen nima qilib qo'yganingni bilasanmi o'zi? Sen sotmoqchi bo'lgan odamlarning hammasi meni changalimda. Sen men haqimda yaxshi eshitmagan ko'rinasan. Sen ming chiranganing bilan qo'lingdan hech narsa kelmaydi baribir. Kimsiz? Men tushunib yetdim. Xato qilgan ekanman. Mana buni olib qo'ying. Dahshatli qahr-g'azab, yovuzlik otiga mindi. Raskolnikov yana boltaning orqasi bilan uning miyasiga urdi.